Home Life O'zbekistonni yangilangan marketing rejasi bo'yicha endi karyeralarning ochilishi yanada osonlashdi. Oldingi marketingni eslatib o'taman. Direktor bo'lishimiz uchun, demak, bitta qo'limiz Vega, yana qaysidir qo'limiz Star, yana bittasi Vega bo'lishi kerak edi. Hozir bu shart mutlaqo olib tashlandi, yanada yengillashdi karyeralarning ochilishi va bu qanday bo'ldi? Demak, 3 ta qo'l sharti hozir yo'q. Hattoki bitta liniyani o'zi bilan ham direktor karyerasini bemalol ochishingiz mumkin. 3000 CP yig'ilsa bo'ldi. Demak, sizni turgan liniyangizdan 3000 CP sizgacha yig'ilsa bo'ldi. Siz direktorsiz. Demak, qarang. Agar mana bu siz, mana siz 2 dona qo'lingiz bor deylik. Mana bu bittasi mana jamoadan kelyapti, bittasini ham o'zingiz yaratdingiz. 2 ta qo'lingiz bor. Demak, bitta qo'lingizdan 200, bundan 200 bo'lsa, jami 400 bo'lsa, siz starsiz. Siz уже starsiz. Bu aynan 200 bo'lish shart emas. Bu tushunishingiz uchun aytyapman. Chunki star 400 CP yig'ilsa star hisoblanadi. Endi misol uchun shuni ko'rib chiqamiz. Agar mana bu yerda mana jamoadan hamma yozilayotgan liniyadan kelib qoldi. Shu 400 CP. Bitta liniyani o'zidan 400 CP keldi deylik. Har xil holat bo'ladi-da. Demak, sizga 400 CP yig'ildi. Sizdan pastdagi insonga ham 400 CP yig'ilib qoldi. Mana. Agar mana bu yerda hatto 200 CP sizda borligi uchun endi bu ham star, siz ham star. Ikkalangiz ham bemalol kompaniyaning pulini ola olasiz. Shuning uchun har doim biznesga kirgan insonlar, karyera ochishni, pul ishlashni istayman degan insonlar hech bo'lmaganda ikkinchi qo'llarini rivojlantirishlari kerak. Endi buni 3 ta qo'l bilan ham ochsa bo'ladi. 3 ta qo'l bilan 200 CP ortiqcha farqingiz bo'lsa yetarli. Demak, bizga jami 400 kerak edi. Bu yoqdan 400 уже kelib bo'ldi. Lekin mana bu ham star, mana bu ham star bo'lib qoldi deylik. Chunki sizlar bitta liniyadasizlar. O'shanda sizda mana bu qo'lingizda bitta 50 bor deylik. O'zingiz 50 CP urgansiz, mana уже 100 bor. Mana bu liniyangizda bitta 100 CP kelib qoldi. Demak, jami 50, 100. 200 CP bu tomonda farq bor. Ana endi yana siz starsiz. Siz starni pulini olaverasiz. Demak, bu yangilangan marketingda bu shart qoldi. Ya'ni o'sha farqlar qoldi. Luna bo'lish uchun Lunani atrifi 400. Veganiki o'sha oldingidek 600. Demak, Siriusniki 1000, 1600. Demak, bu direktorniki. Oldin 3 ta qo'lingiz, bittasi Vega, bittasi Star bo'lishi kerak edi. Hozir o'sha bitta 3000 yig'ilsa bo'ldi. 3000 CP kimdaki yig'ilsa, direktor bo'laveradi. Agar bitta liniyadan boshqalarning CP'si bilan, jamoadan kelayotgan CP bilangina 3000 yig'ilib qolsa ham, o'sha inson ham direktorning pulini olaveradi. Faqat ketma-ket shunaqa insonlar bo'lib qolsa, unda demak bitta qo'lingiz sizni mana shu karyerada tasdiqlanishingizni ta'minlab beradi. O'shanda sizga kerak bo'ladi ikkinchi liniyangiz. Endi yana bitta narsani ko'rib chiqamiz. Yana boshqa versiyasini. Demak, diqqat qilamiz. Yangilangan versiya bo'yicha bitta qo'lni o'zidan ham siz direktor bo'la olasiz. Bitta qo'lni o'zidan. Mana. Bitta liniyadan kimga 3000 CP yig'ilsa, kimga pastdan kelayotgan CP'lar, kimga 3000 CP gacha yig'ilsa, o'sha inson direktor. Endi ikkita qo'l bilan ham direktor bo'lsa bo'ladi. Agar bu qo'lingizda
Mana tasavvur qiling, bu ikkinchi versiyasi. Bu qo'lda 1,5 ming CP. Mana 1,5 ming CP. Bu tomonda ham 1,5 ming CP bo'ldimi? Bu ham direktor. Bu ikkinchi varianti. Chunki общий 3000 CP yig'ildi. Endi agar 3 ta qo'ldan ham jami 3000 CP yig'ilsa, bu ham direktor. Misol uchun qanday? 1000. Farqi yo'q. 3000 ga yig'ilsa bo'ldi. Demak, bitta liniyadan ham 3000 CP yig'ilsa direktor, xohlagan tomonidan yig'ilsa bu inson direktor. Lekin eng e'tibor qiladigan joyingiz mana bu yerda. Agar siz hech kimni taklif qilmagandingiz, hech kimni, siz o'zingiz uchun iste'molchi bo'lib kirgandingiz yoki sotuv uchun kirgandingiz va jamoadan kelgan insonlar ketma-ket yozilganini hisobiga siz 3000 CP yig'ilib qolib, mana 3000 CP sizgacha yig'ilib qolib, siz direktor statusiga chiqib qoldingiz. Agar katalog davri yopilib 30-chislo tugab, bitta katalog davri tugaguncha boshqa sizdan pastingizdagi odamga ham 3000 CP yig'ilib qolmasa, siz o'zi direktorsiz va sizni kabinetingizga direktorni puli tushadi. Lekin agar bu inson ham direktor bo'lib qolsa, siz ham direktor, u ham direktor, to'g'rimi? Endi chunki sizlar umuman biznesga kirmagandinglar. Bir dona ham qo'l ochmagansizlar. Siz o'zingiz iste'molchiman deb kirgansiz. Siz o'zingiz faqat sotuvchiman deb kirgansiz. Shunda ham shunday holatda sizga imkoniyat berildi, siz o'sha karyera ochdingiz. Siz agar mana shu vaziyatdan, imkoniyatdan bemalol foydalangan holda, endi o'zingizni ikkinchi liniyangizni, agar kompaniyadan qo'shimcha daromad, pullar, oyliklar, premiyalar olishni istayotgan bo'lsangiz, mana ikkinchi qo'lni bemalol ochib, uni rivojlantirishingiz mumkin. Agar bu yerda mana 200 CP bo'lsa, mana bu o'zi bu direktor liniya, 200 CP birinchi atrif qila olsangiz, siz startni pulini olasiz. Chunki tagingizda direktor bor, direktorning pulini olyapti bu. Endi siz 200 CP qildingizmi? Startni pulini olasiz. Bu endi rivojlanib 400 CP atrif bo'ldimi? Endi bu lunani pulini oladi. Endi mana shu 600 CP ga yetdimi? Sizga Vegani pulini to'laydi kompaniya. Bu yana o'sib, mana bir dona qo'l o'sib 1000 CP ga yetib qoldimi? Mana shu qo'lingiz, siz endi Sirius pulini bemalol olaverasiz. Va 1600 ga yetdimi? Endi bu direktor bo'lsa ham sizga farqi yo'q. Bu o'zi direktor bo'lib olyapti. Bu ham qachongacha? Buni ham tagi odamga 3000 CP yig'ilib qolsa, bu inson ham direktorlikda emas, o'sha iste'molchi bo'lib kirganida o'zi, sotuvchi bo'lib kirgan edi o'zi, o'sha holatida saqlanadi. Katalog davrida kim qaysi karyerada qolgan bo'lsa, o'sha karyerani pulini kompaniya o'sha insonni kabinetiga tushiraveradi. Mana shu bitta liniyada 3000 CP bo'lib qolsa, o'shanda sizga 1600 o'stirib olib borsangiz, siz ham, bu ham hamma xohlagan odam pulini olaveradi. Endi agar ikkita qo'lni o'zi bilan mana boshidayoq siz endi iste'molchi emassiz yoki sotuvchi ham emassiz. Siz biznes yo'nalishini tanlagansiz va boshidayoq hech bo'lmaganda 2 dona insonni taklif qilib ishlayapsiz. Mana hatto 2 dona. Va ular bilan birga ishlayapsiz, mana birga. Ikkita qo'lingiz. Shunda bu qo'lingizda 1,5, bunisida 1,5 bo'ldimi? Siz ham direktorsiz. Mana teng. Yoki bunisida 1000, bunisida 2000 mi? Siz ham direktorsiz. Oldingidek 3 ta qo'l, bittasini Vegaga, bittasini Starga olib chiqish majburiyatini kompaniyamiz olib tashladi. Yanada direktorlar tezlashadi. Xohlaganingizcha CP yig'ishingiz mumkin. Misol uchun mana bu yerdan 2,5 CP bitta qo'lingiz 500 CP yig'sin. 3000 bo'ldimi sizga? Yana direktorsiz. Mana shu holatlarda bemalol karyeralarini, mana direktor karyerasini juda ham oson va yengil holatda ochishingiz mumkin. Kompaniya bundan ham ajoyib marketing planlari bilan bizni xushnud qiladi degan umiddamiz.